Assalomu alaykum. Men Hamrakulova Gavharoy, Andijondanman. Instagramda Jamshid akani ko'rib keldim. Oyog'imda og'riqlar bor edi, belimda dumg'azam og'rirdi. Ikkinchi kundagina og'riqlarim yo'qoldi, ko'zimda chaqnash bor edi. Zreniyam pasayib ketdi. Hozir yo'q, chaqnash ham yo'qib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi. Bugun 3-kun muolajam. Bizni savobchi qilib, Jamshid akani Alloh bizga savobchi qilganiga behisob hamd sanolar bo'lsin. Rahmat. Shunda oldin Qatlaga borgansiz? Men oldin больницада yotdim 2 marta. 3 yildan beri tabobat qilib keldim. Endi mana hozir sizni eshitib Instagramda Jamshid aka keldim. Xudoga shukr. Ikkinchi kunda o'zida mana oyog'imda og'riqlar, dumg'azamda og'riqlar qoldi. Qulog'imda shang'illash bordi, qulog'imda shang'illash yo'qoldi. Rahmat sizga. Yengilsiz a? Ha. Ko'zingiz ham yengil. Bemalol yuryapman, boshimda aylanishlar bor edi. Yurayotganda u yoqqa bu yoqqa tervanib ketib qolardim. Hozir shu narsalar yo'q qoldi menda. Bizdan rozimisiz? Roziman, Alloh rozi bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, boshlaringizga bosh bo'ling. Hamma behisob bersin. Sizni savobchi qilgan Allohga o'ziga behisob hamd sanolar bo'lsin. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultonik. Alloh shafiy zot, o'shanga shifoi komil, shifoi aloqa aytgan bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nimaiki shar'iy maqsadlardagi niyatlaringiz bo'lsa, Alloh taolo o'zi yetishtirgan bo'lsin. Sallallohu alayhi va xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.